4. bab. Bu arada Boaz şehir dervasıga berip, u yerda o'ltirdi. Uzun o'tmay o'zi aytgan Elimelekning eng yaqin tuqqunimu u yerdan o'tib qoldi. Boaz uningga, "Birodar, bu yerga kelib o'ltir" deb chaqirdi. U kelib o'ltirdi. Boaz yana shaharning oqsoqollaridan 10 nafarni taklif qilib, ularni bu yerda o'ltirg'izdi. Ko'pchilik o'ltirib bo'lgandan keyin u yiliqi tuqquniga, "Birodarimiz Elimelekning ayoli Naomi Moabdan qaytib kelib, o'zlariga tava zeminini sotmoqchi bo'lyotdi. Shunga seni bu ishdan xabarlantirmoqchidim. Agar sen bu yerni ilishni xohlasang, mushu yerda o'tirgan oqsoqollar va xalqi olam oldida olg'in. Agar xohlasangmi, mayli, ochiq aytgin. Buni mening bilishim kerak. Chunki oldi bilan sening elish huquqing bor. Ondan keyin navbat menga keladi" dedi. Yiliqi tuqquni, "Olaman" dedi. Boaz uningga, "Xo'p, agar sen o zeminni Naomidan olsang, marhumning muobliq tul xotini Rutnimi elib, marhumning nomini saqlab qilish uchun avlod qoldirib, avlodiga bu yerni miros qilishing kerak" dedi. U kishi, "Undaqda bu yerni elish huquqimdan voz kechaman. Chunki bolarimga qoldigan miros bo'linib ketadi ekan. Sen olg'in, men olamayman" deb javob berdi. Ayni vaqtlarda İsroilliklarning mol-mulk, savdo-setiq ishlarida mundaq bir odat bor edi. U bo'lsa-mu, sotquchi o'z kashini yeshib, olg'uchiga beradi. Ular savdo-setiqning bitganligini mushu usul bilan ifodalaydi. Shunga u kishi Boazga, "Sen olg'in" deb kashini silib, Boazga berdi. Boaz u yerdagi oqsoqollar ham jamoatga, "Hey jamoat, gapimga quloq selinglar. Bugun hammanglar guvochi. Men Naomidan Elimelekning mirosi, ya'ni Kilyon bilan Mahlonga tava bo'lgan yer ziminlarni o'zimning ilkimga olaman. Shuning bilan birga o'lgan kishining mirosiga voris qoldirish uchun ham uning nomining birodarlari orasida unutilib kelib o'z yurti ichida o'chmasligi uchun marhum Mahlonning ayoli Moabliq Rutnimi amrimga olaman. Bugun sizlar bu ishlarga guvochi bo'lg'aysizlar" dedi. Darvozaning yenidagi oqsoqollar va jamoat, "Shundoq, biz guvochidirmiz. Parvardigor Yoqubning ayollari Rohila bilan Layaga nurg'un farzand bagnidak, xotining Rutqimi ko'p farzand ato qilg'ay. Afrotida boy bo'lg'aysan. Baytlahemda noming izzat obro'y topqay. Parvardigor, bu yosh ayoldan sana nurg'un avlod ato qilg'ay. Urug' jamatingni Tamarning Yahudaga tug'ib bergan o'g'li Parasning jamatiga o'xshash ovat qilg'ay" deb duo qilishdi. Shunda qilib Boaz Rutni amriga elib, ular bir takiyiga bosh qo'ydi. Parvardigorning qudrati bilan Rut homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Shahardagi ayollar Naomiga, "Parvardigorga matiylar o'qilsin. U bugun sizga tayanch bo'ladigan bir navra ato qildi. Uning nomi Isroiliyada izzat obro'y topsin. Siz uchun 7 o'g'ildanmu afzal keliningiz sizga yaxshi qaridi. Hozir u sizga bir navra tug'ib berdi. Bu navringiz sizning qo'lingizga qo'l, putingizga put bo'lib, yaşanğan vaqtingizda tayanchingiz bo'ladi" deyishdi. Naomi bu balini qo'lga elib bag'riga ching bosdi va uning boqquchi
cho'ng onasi bo'ldi. Qo'shni ayollar bas-basda Naomi bir o'g'il navrilik bo'ldi deyishib, baliga Obed deb ot qo'ydi. Obed bo'lsa Yishayning otasi edi. Yishay bo'lsa podshoh Davudning otasi edi. Perest'in Davudqichi bo'lganlarning nasabnomasi. Perez Xazronning otasi. Xazron Ramning otasi. Ram Aminadabning otasi. Aminadab Naqshonning otasi. Naqshon Salmonning otasi. Salmon Boazning otasi. Boaz Obedning otasi. Obed Yishayning otasi. Yishay bo'lsa Davudning otasidir.